Kamron bey. Tokkachini olib keling o'g'lim. Assalomu alaykum aka, Hormen. Va alaykum assalom. Uka. Siz charchamasdan. Tanjoni sog'mi? Zuymisan? Qalaysan? Onam yaxshimi? Bolalaring hammasi yaxshimi? Tinchmisiz? Qalaysiz? Ha, rahmat. Sovuqda qara. Ha, har yil an'anamiz bor. Onamning tug'ilgan kunini katta ishida nishonlaymiz. Ha, esimda. Ha, o'tamiz xudo xolasa. Katta ishida xarajatlar qilib qo'ydim moshinaga. Hech narsaga urinmang. Urinibsan-da uka. Kechga o'tamiz. Ha, jiyanlarni olib, kelni ham olib o'tasiz. To'g'ramiz. Onamga bitta ro'mol olmoqchi edim. Ish pulim bor ekan. Ovolaman, xudo xolasa ertaga olib boraman. Bo'pti aka, o'tiringlar. Rahmat. Gaplashamiz. Assalomu alaykum. Keling. Yaxshimisiz, charchamasdan? Rahmat. Alloh xayrli qilsin. Boshlang. Allohu akbar. Akbar. Odamlardan eshitib kelyapman. Onamga va akamga umra ziyoratini sovg'a qilmoqchi edim. Sizlarni maqtashuvda o'sha yerga kelyapman. Nima afzalliklari bor? To'g'ri gap siz aka, adashmasdan. Biz yuksak travel aka, xudo xolasa hozir malakali 50 boshlar tajribali shifokorlar xizmat ko'rsatyapti aka. Eng sifatli firma hisoblanadi xudo xolasa aka. Hojilarimiz xudo xolasa qaysi tomondan tushadi? Farg'onadanmi yo Namangandanmi yo Andijondanmi? Xolasa hozir mana Farg'onadan reys qo'yganmiz. Haftani har shishami shanba kunlari reyslarimiz bor aka. Yaxshi xizmatlar yoqdi menga. Umra ziyoratini yo'llanmasini bering menga. Bo'lmaga mana hozir sizga rasmiylashtirdim aka. Mana akajoningizga, mana onajoningizga. Rahmat aka. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Ishlaringiz oldiga yursin. Rahmat. Rahmat. Endi Aka, Hoy, yana kelyapman-da. ke. Yana ovora bo'lib keldim. Boramiz dedik-ku, uka. Borasizlar. Qarasam, sharoitingiz sal boshqacharoq ko'rinyapti. Amallayapmiz uka, hech tash tortma. Endi erkak kishida hamma yo'q bo'ladi. Rahmat. Tanijoning sog' bo'lsin. Ertaga borganingizda shu umraga ziyoratni onamga o'zingizni nomingizdan bering aka. Onamni umraga? Ha. O'zimning nomimdan. Ha. Sendaqa ukani boriga bo'lardim aka. Rahmat, tanijoning sog' bo'lsin. Bolalaring orzu havasini ko'rgan. Oma juda ajoyib xursand qilding, oma lekin. Bu hali hammasi emas. Ha. Buni sizga aka onamni o'zingiz birga olib borasiz. Men olib boraman. Shunday. Uka. Sog' bo'linglar. Tanijoning sog' bo'lsin. Bolalaringning orzu havasini ko'rgan ukam. Siz o'zingiz katta hojiga ham munosib bo'lasiz. Rahmat, iloyim, rahmat. Qanchalik xursand bo'lganimni bilsa eding. Onam agar buni ko'rsa juda ham xursand bo'ladi uka. Rahmat, tanijoning sog' bo'lsin. Xo'p, ertaga ko'rishamiz aka. Joning sog' bo'lsin. Iloyim bolalaringning orzu havasini ko'rgan. Allohu akbar. Bolalarimni tanijoni sog' bo'lsin, qo'shgani bilan qo'shaversin. O'g'il qizlarning orzu havasini birlikda ko'rishsin. Allohim o'zingga shukr. Onasi bilan uzun umr bilan rizqini o'zisi bilan bergan.